30 dan ortiq yirik AI kompaniyalari kattagina tashkilot tuzishdi. Lekin bularning orasida ChatGPT, Google Gemini va Cloud yo'q. Bilasizmi nega? 27-iyul kuni Microsoft, Nvidia, SpaceX, Uber va Hugging Face kabi 30 dan ortiq yirik kompaniyalar Open Secure AI Alliance nomli kattagina tashkilot tuzishdi. Bu tashkilotni tuzishdan maqsad AI tomonidan bo'layotgan kiber hujumlarga birgalikda qarshi kurashishdir. Bu o'zi nimadan keyin sodir bo'ldi? Yaqindagina OpenAIning bir modeli Hugging Face degan kompaniyaning tizimlariga bostirib kirgandan keyin sodir bo'ldi. Eng qizig'i shundaki, FBI bu haqida OpenAIdan birinchi bilgan. Chunki Hugging Face OpenAI qilganini bilmasdan FBI ga bu haqida birinchi bo'lib xabar bergan. Demak, endi AI olamida kim eng kuchli model yasaydi emas, balki kim eng xavfsiz model yasaydi poygasi boshlanadi. Mana shunday AI haqidagi so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.